Velosportchilar yana startda. Faqat bu safar poyga biron bir joyda, hattoki bitta shahar doirasida emas, balki butun respublika bo'ylab o'tkazilmoqda. 21-may kuni Mo'ynoqqa madad deb nomlangan ekologik xayriya velomarafoni boshlandi. Agar marshrutning boshlang'ich nuqtasi Andijon bo'lgan bo'lsa, oxirgi manzil Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq shaharchasidir. Tashkilotchilar aynan shu mintaqaga e'tiborni qaratishga harakat qilmoqda. Velomarafonni maqsadi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, aynan yoshlar orasida Orolbo'yi mintaqasiga yordam berish, aynan Orol bo'yidagi Mo'ynoq tumanidagi Ali ovul qishlog'ini obod qilish, mana shu xayriya marafonida yig'ilgan mablag'larni hammasini o'sha ovulni obod qilishga maqsad qilganmiz. Velomarafonning birinchi ishtirokchilariga 10 nafar sportchi aylandi. Keyinchalik Farg'ona, Namangan, Toshkent viloyatida ularga havaskorlar ham asta-sekin qo'shilib kelishdi. Kuniga 180-120 shunaqa yuryapmiz. Qiyin emasmi issiqlarda? Yo'q, qiyin emas. O'rganib qolganmiz. Necha soatdan yurib, qancha dam olasizlar orada? Ertalab 10 da yo'lga chiqamiz, birgacha yuramiz, birda obed qilib, keyin yana yuramiz-da. Birgacha to'xtamasdanmi? Birgacha to'xtamasdan 3 soat. Obeddan keyin yana 3 soat. O'rtancha tezlik shunaqa 30-35 shunaqa bo'lyapti. Toshkentda 30 ga yaqin professional velosportchilardan tashqari marafonga faxriylar ham qo'shilishdi. Настрой, как всегда, боевой. Мы ветераны, приехали. Kayfiyat har doimgidek a'lo. Biz faxriylar bu yerga velosportchilarni qo'llab-quvvatlash uchun tashrif buyurdik. Ularga oq yo'l, omad va eng asosiysi kuch tilab qolamiz. Как вы думаете, спорт поможет привлечь? Nima deb o'ylaysiz? Sport Orol muammosiga e'tibor qarata oladimi? Я даже не то, что думаю, я очень на это... Men bunga juda ham ishonaman, chunki sport oldinga intilishimiz uchun katta kuch beradi. Sport bu tinchlik, bu harakat, bu kuch, bu muhabbat, bu sog'liq, bu hammasi. Shuning uchun biz Orol dengizi muammosi albatta hal bo'lishini juda ham istaymiz. Marafon Toshkent bosqichi bilan davom etilayotgan ekan, Viktor Klemenkov o'zining poytaxtga bag'ishlangan she'rini o'qib berdi. Как прекрасна столица весной, мне приятно общаться с тобой. На скамейке в тиши посидеть, на Анхор с высоты посмотреть. E'tiborlisi yaxshi natijalarga erishgan ishtirokchilar har bir bosqichda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Toshkent bosqichining tantanali marosimida marafonchilarni qo'llab-quvvatlash uchun nafaqat mahalliy aholi, balki Turizm va sport vazirligi, Milliy olimpiya qo'mitasi, Velosiped sporti federatsiyasi va ekologik partiyaning rahbariyati va vakillari ham kelishdi. Ular ishtirokchilarga omad va sabr-toqat tilashdi. Biz ham ushbu tilaklarga qo'shilgan holda start, diqqat va marsh deb qolamiz. Velosportchilarning keyingi nuqtalari bu Sirdaryo, Jizzax, Qarshi va bosqichma-bosqich ular Mo'ynoqda joylashgan Kemalar qabristonigacha borishadi va aynan u yerda 4-5 iyun kunlari yakuniy tadbirlar o'tkaziladi.